O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 17-sentyabrdagi farmoyishi asosida respublikamizda o'tkazilayotgan dolzarb 20 kun keng qamrovli maxsus profilaktik tadbirlari doirasida Bulung'ur tumanida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Bulung'ur tumani Ichki ishlar bo'limi jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi hamda tuman prokuraturasi tomonidan tashkil etilgan sayyor sud majlisida probatsiya guruhi hisobida jazo o'tayotgan 143 nafar shaxslar ishtirok etdi. Sayyor sud davomida jazo o'tayotgan 14 nafar shaxslarga nisbatan Bulung'ur tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Tayinlangan jazodan o'zlariga to'g'ri xulosa chiqargan, mehnatga halol munosabatda bo'lgan hamda ijobiy tavsiflangan 12 nafar shaxslar sud tomonidan belgilangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Tayinlangan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmagan va tuzalish yo'liga kirmagan 2 nafar nazorat ostidagi shaxslarning jazolari ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Sayyor sud majlisida so'zga chiqqanlar tomonidan probatsiya hisobida turuvchi shaxslarga ularning huquq va majburiyatlari, jinoyatga jazo muqarrarligi, belgilangan tartib qoidalariga og'ishmay amal qilish lozimligi aytib o'tildi.